Bugungi mavzuyimiz boshlanish etapi 10-mavzusi, ya'ni oddiy kasrlarni qo'shish. Xo'p, yaxshilab eshitdingni, bo'ldi. Shuni prosta eshitib tursan ham tushunib olasan shu mavzuni. Bo'ptimi? Xo'pmi? Demak, yozib ola. Qo'shish deb qo'y. Xo'p. O'rtoqlar, biladiganlar jim tursin. Xo'p. O'rtoqlar qarang, qo'shish, oddiy kasrlarni qo'shish, yaxshilab eshitdingni. E'tibor bering. Bitta gapni yaxshilab miyani kuyolinglar. Biz faqat mahraji bir xil bo'lgan kasrlarni qo'shishni bilamiz xolos. Xo'pmi? Faqat va faqat mahraji bir xil bo'lsa qo'sha olamiz. Har xil mahraj bo'lsa qo'shib bo'lmaydi ularni. Tushunasizlarmi? Nima demoqchiman? Biz faqat savol 3/7 ga 2/7 ni qo'shishni bilamiz. 5 Qana bo'ladi desani, 3 ga 2 ni qo'shiladi, shunchaki 5. Mahrajda 7 ni o'zi kelaveradi. 7 ga 7 ni qo'shib 14 qilib qo'yish yo'q. Kelishdingmi? Nima o'zgarmaydi ekan? Mahraj o'zgarmaydi ekan, bo'ptimi? Suratlarni qo'shilaveradi. Tushundingizmi? Hamma tushunyaptimi meni? Endi qarani, agar uni butun qismi bo'lsa-chi, ya'ni aralash kasr bo'lsa-chi, ya'ni masalan 5/3/11 qo'shilgan 2/5/11 bo'lsa-chi, bunaqa bo'ladigan bo'lsa nima qilinadi? Butun qismiga butun qismni qo'shiladi, suratga surat qo'shiladi, mahrajga mahraji qo'shilmaydi, o'zi o'tadi. Ya'ni 5 ga 2 ni qo'shaman 7, 3 ga 5 qo'shaman 8/11. Tushundingizmi? Hozir 1 daqiqa. Davom etadi. Xo'p, endi men sizlarga aytdimki, faqat shunaqa turlarni bilamiz xolos qo'shishni. Xo'pmi? Endi mahraji har xil bo'lsa-chi, har xil mahrajli bo'lsa-chi, biz o'rtoqlar bundan oldingi mavzuda bekorga o'tmadik. Qanaqa mavzu o'tdi bundan oldin? Bundan oldin o'tgan mavzuyimiz, o'tgan darsda. Umumiy mahraj berish o'tdik-ku, to'g'rimi? Endi biz nimaga uni o'tdik? Chunki 3/5 qo'shilgan 2/7 ni xotirjam qo'sha olish uchun o'tdik. Ya'ni qanaqa qilib? Men sizlarga aytdimki, mahraji har xil bo'lsa qo'shib bo'lmaydi dedimmi? Biz endi bularga umumiy mahraj berishimiz kerak-da. Ya'ni umumiy mahraj beramiz. 5 bilan 7 ga umumiy mahraj 35 bo'ladi, to'g'rimi? 35 bo'lsa, bunga nechta tegadi? 7 ta tegadi, to'g'ri. Bungacha 5 ta tegadi. 7 kari 3 21/35. Endi oldingi mavzuyimizda mana orasiga va deb qo'ygan bo'lardi, to'g'rimi? Biz endi o'sha va o'rniga plus qo'yib bo'lsa bo'ldi. Plus 5 kari 2 10/35. Mahraji bir xil bo'lib qoldimi? Ha? Nimaga qo'shish kerak? 21 ni 10 ga qo'shish kerak. 31. Mahrajda 70 mi? Yo'q, 35, to'g'ri. Ya'ni mahraj nima bo'ladi, Diyorbek? O'zgarmaydi, o'zi o'tadi. Hamma tushunyaptimi? Ha, buni butun qismi bo'lib qolsa-chi, manaqa bo'lib qolsa-chi, yaxshilab qarab turing, ya'ni. Hop, masalan, 2/4/1 qo'shilgan 3/5/2 bo'lsin. Qarani yaxshilab. Buni ham qo'shib bo'lmaydi shundayligicha. Nima qilamiz? Umumiy mahraj beramiz. 4 bilan 5 ga mahraj 20. 20 bo'lsa bunga nechta tegadi? 5 ta tegadi. Bungacha 4 ta tegadi. O'rtoqlar qarani. Siz butun qismini o'zgartirmaymiz. Umumiy mahraj berayotganda 5 ni 1 ga ko'paytiraman. 5/20 butun qismi o'zgarmasdan turadi, mana 2 butun. Qo'shilgan, buni ham butun qismi o'zgarmaydi. 3 butun 4 kari 2 8/20. Endi bir xil bo'lib qoldimi? Qo'shaveramiz. 2 ga 3 5, 5 ga 8 13/20. Kim tushunmadi? Hamma tushundimi? Bo'ldi. Nima so'rayaptilar? Va aytaymi? Mayli. Tushundinglarmi? Hamma tushundimi? Mahraj har xil bo'lsa nima qilish kerak ekan? Umumiy mahraj berish kerak ekan. Hamma tushundimi shuni? Kim tushunmadi? Hamma tushundi? So'rayapman, hamma tushundi? Nari darsga domla tushunmayman demaysizlarmi? Yo'q. Agar tushunmay qolsa, hozir so'rayinglar. Tushundinglarmi? Yozib olinglar, xususiy holatlarni ko'rib beraman. Ayrim xususiy holatlari bo'shalar ko'rib beraman. Stop qilib turing ana.
tepasidagi bo'lasiz. Davom etamiz. Endi ayrim xususiy holatlar bor. Xususiy holatlar. U nima? U o'rtoqli qarani. Masalan, 4/8 qo'shilgan deydi. Ko'ryaptimi sizga do'stlar? Ha? Yaltiramayaptimi? 4/8 deydi, qo'shilgan 3/2/8. Mana. Ma'no aralash kasr, ma'nosi aralash bo'lmagan kasr. Bunda nima qilinadi? Xo'p, boyaginda ma'noni butun qismini nechidir bo'lgan paytda qo'shishni o'rganuvdik. O'shanga ma'no 3 qo'shish kerak edi, to'g'rimi? Endi butun qismi bo'lmasa-chi, o'rtoqlar, yaxshilab eshitinglar. Butun qismi yu bo'ladigan bo'lsa, endi 0 bor deymiz. Nechi bor ekan? 0 bor ekan. 4/8 oldida nechi bor? 0 bor. 0,4/8. Tushundingizmi? Endi 0 ga nechini qo'shaman? 3 qo'shaman. 0 ga 3 qo'shsam 3, 4 ga 2 ni qo'shaman. 6 taqsim 8 ga 8 8. Bo'ldi. Tushundingizmi? Agar umuman kasr bo'lmasa, masalan 7 qo'shilgan 5,3/4 yoki masalan 5 qo'shilgan 3/11 bo'lsa, yaxshilab eshitinglar. Bunaqa payt nima qilinadi? Bunaqa payt o'rtoqlar, mana 7 o'zi butun son-ku. Mana uni butun qismi nechiga teng? Butun qismi nechiga teng? 5 gami? Ash 7 ga 5 qo'shib qo'ying, bo'ldi. 12,3/4. Bo'ldi. Mana unda butun qismi nechi? Mana uni butun qismi? Yu bo'lsa nechi edi? 0 edi yu bo'lsa. 0. 5 ga 0 qo'shib qo'ying, 5,3/11. Bo'ldi. Tushundingizmi? Qo'shish oson ekanmi? Bo'ldi, tugadi mana shuni, mavzu tugadi.